أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan at-tafsirul muyassar degan tafsirning uzun darsimiz davom qilgan bo'lib, Arab surasi 44-oyatga qadar darsimiz davom qilgan edik. Shu yerning uzun yanala davomlashtirish tirishimiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'nin kısa Uygur tercümesi.
Ahli do'zaxqa bir Parvardigorimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdiq. Sizlarmi Parvardigoringlar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb to'g'laydi. Ular ha deydi. Shuning bilan bir jakochi ularning orasida bundoq deb jakarlaydi. Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Zalimlar kishilarni Allohning dag'dam yo'lidan to'sidi. Uning agir bo'lishini tilaydi. Hamda ular oxiratga ishonmaydi. Ularning orasida bir to'sma bo'ladi. To'smaning ustida Arabda ahli jannat va ahli do'zaxni ularning simasini tunuydigan odamlar, ya'ni ahli Arab bo'ladi. Ular ahli jannatga sizlarga omonlik tilaymiz deb to'g'laydi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. Ularning ko'zlari ahli do'zax tarafga burilganda, ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan billa qilmag'in deydi. Arabdagilar, ya'ni yaxshiliklar bilan yomonliklari tang bo'lib qolgan, jannatdimi emas, do'zaxdimi emas kishilar simasini tunuydigan do'zaxi odamlarga to'plagan pul mollaringlar va takabburlig'inglar sizlarga nimaga asqatdi deb to'g'laydi. Arabdagilar do'zaxilarga mo'minlarning faqirlarini ko'rsatib turib, sizlar Allohning rahmatiga erisholmaydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Mana bularga jannatga kiringlar. Sizlarga kelgusini g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir, deyildi, deydi. Ahl do'zax, ahl jannatga suvdin yoki Alloh sizga bergan ichadigan narsalardan bizga bir oz quyib bersanglar deb to'g'laydi. Ahl jannat ularga javoban Alloh ularni kofirlarga harom qilgan deydi. Kofirlar dinlarini masxara va o'yinchoq qilib oldi. Ularni dunyo tirikchiligi oldi. Ularning bugungi kuniga muloqot bo'lishni unutganliklari va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari o'xshash, biz bugun ularni unutmaymiz, ya'ni ularni do'zaxda qoldiramiz. Xo'sh. ونادى أصحاب الجنة بعد دخولهم فيها أهل النار قائلين لهم إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله حقا من إثابة أهل طاعته فهل وجدتم ما وعدكم ربكم على ألسنة رسله حقا من إقاب أهل معصيته فأجابهم أهل النار قائلين نعم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فأذن مؤذن بين أهل الجنة وأهل النار اللعنة الله على الظالمين الذين تجاوزوا حدود الله وكفروا بالله ورسله. Jannatga kirib bo'lgandan keyin do'zax ahlini shundoq ular degan oldi to'g'laydi-da, nido qiladi. Cho'qim biz Parvardigorimiz bizga payg'ambarlarning tili orqali bizga bo'ysungan kishilarga savob berishdan iborat qilgan va'dasini biz haqiqatan naq topdik, naq maydonda. Silmi Parvardigoringlar payg'ambarlarning tili ustida qilgan va'dasining o'zini asi gunohkorlarga tayoq qo'ygan jazoning o'zini sizlar haq naq topdinglarmi deganda, u ahl jannatliklarga bu ahl do'zaxlar shundoq degan holatda javob berdiki, ha shundoq topdik, bizning xudoyimiz va'da qilgan narsani haqiqatan naq maydonda topdik deydi.
Şu vaqtda cennet ehlinden dözak ehli arlıqda bir cakaçı, caka kılıdı. Nima deb? Allohning la'nati, Allohning had hududidan eshib ketgan. Allahning rasuliga kofir bo'lgan bu xil o'ziga o'zi zulm qiluvchi zolimlar olsun deb bir jakachi jakalaydi. هؤلاء الكافرون هم الذين كانوا يعرضون عن طريق الله المستقيم ويمنعون الناس من سلوكه ويطلبون أن تكون السبيل معوجة حتى لا يتبينها أحد وهم بالآخرة وما فيها جاحدون. Ana şu kapırlar olsa, ula Allah'ın tüptüz yoludun yüzürgenler. İnsanlarını Allah'ın yolunu çeklep, bu yol ne? O insanlığa bo'lgan hiçbir kimge bir röşen bulmasın için egir buğur buluşun talep kılganlar. Ula ahirette ve ahirette bolduğan bu işlağa nimet yani cennet ve dozaktan ibaret bu mukafat ve cezanın özüge. Nime oluşudur? Bula tanıgışıdır, tuzkırlık oluşudur, kapır oluşudur. وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز عظيم يقال له الأعراف وعلى هذا الحاجز رجال يعرفون أهل الجنة وأهل النار بعلاماتهم كبياض وجوه أهل الجنة وسواد وجوه أهل النار. وهؤلاء الرجال قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم يرجون رحمة الله تعالى. ونادى رجال الأعراف أهل الجنة بالتحية قائلين لهم سلام عليكم. وأهل الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد وهم يرجون دخولها. Ehl cennetlen ehl dozak arlıqda bir çoğun bir tosak pasıl var. Onun için Arap değildi o pasılını. Ama şu pasılının üstüde, muş tosak üstüde ehl cennetimi, ehl dozakını özünün alametlerden tanıydıqdan bir kanca erler var. Mesela ehl cennetin alameti olsa ularının yüzlerinin appak olduğuna okşaş. Ehl dozakının alameti ularının yüzünün kapkara olduğuna okşaş. Am bu erler, bu ehl cennet oğallar, bular bir kavim ki, bularının yaxşılığı ve yamanlığı tampонlışıp kalırlar. Ama Allah'ın rahmetini ümit kılıdık Allah. Şunda bir payette bu Arap erlere, Arap kişiler, ehl cennetine salam birişlen tovlaydı. Ular digen aldı nem dep, selamun aleyküm, sizlerge tinçlik, amallık sana sonu olsun dep. Tehi bu ehl Arap da tehi bu cennetki tehi kirgen emas edi. Amma o cennetki kirishni ço arzu kılattı. Ve izâ huvvilet absaru ricalil a'rapi cihete ehlin nari قالوا ربنا لا تصيرنا مع القوم الظالمين بشركهم وكفرهم. Bu Arap erlerinin közlerine Dövzak ahil tarafı şundaq çörülgen çağda bu Arap ehli şunda deydi ki ey Xudayım bizni bu öz şerik keltirişlen ve Allah'ına küpürlük kılışlan özüge zulüm kılan bu zalim kavimlen billa kılıp etmegen bizni deydi. ونادى أهل الأعراب رجالا من قادة الكفار الذين في النار يعرفونهم بعلامات خاصة تميزهم قالوا لهم ما نفعكم ما كنتم تجمعون من الأموال والرجال في الدنيا وما نفعكم استعلاؤكم عن الإيمان بالله وقبول الحق. Bu Arap ehli
bu kapırlarının katı başlarından boğan bir netsi şunda toğlaydı ki Dövzakın içindeki el kuparlarının rahbarlarından boğan erler şunda nidaqlı toğlaydı. Tuğnuydu bu ehl Arap bu kapırlarını dövzakın içindeki bu rahbar olan kapırlarını ularni alayda o'ngich birgan, ayirib birgan xos alomatlarni tunuydi ular. Ular uchun deydiki, sizlar pul moldan iborat va nurg'un sizlarniki masalan, sizlarning qo'llag'usinglar bulardan iborat, sizlarning lashkar kuchlaringdan iborat. Bu sil to'plagan narsa foyda qilmadimi? Uni hech qanday foydasi bo'lmadimi deydi. وما نفعكم استعلاكم payda qilmadi sizlarga sizlar dunyoda pul mollardan va erlardan iborat to'plagan narsaga payda qilmadi va payda qilmadi sizlarga sizlarning shu nima deb Allohga iymon keltirishdan cho'ngchilik qilish hakovurlik qilish va haqni qabul qilishni iborat sizlarning bu o'zang ustun tutib olganliginglar cho'ng tutib olganliginglar bu hakovurlik qilganliginglar hakovurliklar sizlarga foyda qilmaydi deydi. أهؤلاء الضعفاء والفقراء من أهل الجنة الذين أقسمتم في الدنيا أن الله لا يشملهم يوم القيامة برحمة ولن يدخلهم الجنة ادخلوا الجنة يا أصحاب الأعراف فقد غفر لكم لا خوف عليكم من عذاب الله ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا. Şu aciz biçare pekirla cennet ehlinden boğan. Kesil dünyada kasam kantınla. Neme dep Allah Teala ulanı öz rahmetilen kıyamet günü öz rahmet koyunu ammaydı depsle kasam kılışkıla aşşula mı? En bugün bula cennet kirip kıp kaldık o. Dep sizler bulan cennetke kiremeydi diyen tınla. Allah ulan cennet kirgizmeydi diyen tınla. Cennet kiringlar ey Arap egillari. Sizlar uchun bütün gunohinglarni hammani mag'firat qilindi. Sizlar uchun Allohning azobidan qo'rqishing gap yo'q va sizlar dunyoning nisllaridan iborat qo'ldan chiqarib qo'ygan narsa qarta g'am andish qilish yo'q. واستغاث أهل النار بأهل الجنة طالبين منهم أن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم الله من الطعام فأجابوهم بأن الله تعالى قد حرم الشراب والطعام على الذين جحدوا توحيده وكذبوا رسله. Dövzak ehli cennet ehlinden qutquzu olishini talab qildi. Nima deb ulardan shundoq talab qilganida ularga suvdin yoki Alloh subhanahu va taologa sizlarga rizq bergan taomdan iborat eshib qolgan qoldiq suv yoki sizlarning taomlaringning yeb ichib qolgan qoldiq bo'lsa bizga tugib bersanglar qolganini deb. Bu ahli jannatlar ahli do'zaxlarga shundoq javob berdiki nima deb Alloh taolo bu sharob va taomlarni Allah'ın birligiga tangan peygamberlerge bula peygamberlerin yalgınlı çıkargan bu bedbahtlarga Allah subhanahu taala ço yeydigan ve içidigan bu xil narsalarning üzerine bu nimetlerini haram kıldı deb bana cevap verdi. Ellezine harramahumullahu taala min naimil ahire هم الذين جعلوا الدين الذي أمرهم الله باتباعه لهوا وباطلا وخدعتهم الحياة الدنيا وشغلوا بزخارفها عن العمل للآخرة فيوم القيامة ينساهم الله تعالى ويتركهم في العذاب الموجع كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا ولكونهم بأدلة الله وبراهينه ينكرون مع علمهم بأنها حق. Allah Teala bu
Ahiretning ne'matlaridan iborat ularga harom qilgan narsa, ular nima uchunsa ular bo'lsa dinni. Alloh u dinga egishni buyurgan dinni o'zincha o'yinchoqchaq va mayda botil, asossiz xurofot deb bu dinnicha o'yinchoqchaq qilib oldi. Va ularni bu hayot dunyo aldab ketdi. Va mashg'ul ketdi ular u hayot dunyoning yeshil ziynatlariga. Oxiratga tayyorlik qilib, oxiratning amalini qilishdan bu hayot dunyoning zuhrub, ya'ni zibu ziynatlar bilan mashg'ullash, ziynatlar bilan çok mashg'ul bo'lib ketdi bular. Qiyomat kuni ularni Alloh subhanahu va taolo ularni unutiydi. Ularni çok bu qaqshatquch, alamlik, zarblik bu azobda tark etidi. Qandaqki bular o'z yüzünki ularning mushu kunga ushqishqa tayyorlikdan iborat yaxshi amallarni tark etgan o'xshash Alloh subhanahu taolo ularni bu qaqshatquch azobga tark etadi. Va ularning bo'g'anliqning jahdidan Alloh taoloninki delil va hujjat faktlarning o'zini inkor qilib bo'lganligini jahdidan ki ular u delil faktlarning haqiqatligini bilgan turuqliq. Bilgan turuqliq aynadan unaqa inkor qilishning jahdidan va u kungacha tayyorlik qilmaganlikning jahdidan qanday qiladi Alloh subhanahu va taolo ularni bu qaqshatqich va zarbilik bu azobga tashlaydi, qoldirdi deydi. Xo'sh, vanada buningda nido qildi dedi Alloh subhanahu wa taolo. Nido buningdan kim bo'lmoqchi? Qiyomat kuni bo'lmoqchi. Bu kun oldimizda. Ama buni mazi siyg'isdan keltirdi. Nima uchun deganda buni mustaqbaldan mazi siyg'isdan ta'bir berdi. Nima uchunsa uningki yuz berishi, uning chuqum kelishi muhaqqaq ekanligini ifodalash uchun. Bu xuddi bo'ladi. Bo'lishi xuddi bundan bir bo'lgandek, ko'zimiz bilan ko'rgandek, beshimizdan o'tgandek, ayanan va bayanan naq mush maydon bo'lgandek, bundan bir bo'lgandek degandek, buni cho modi lafzi bilan vanada deb bundan ta'bir qildi. Yunadi deydiganning o'rnida. Bu nima uchunsa u kunning yuz berishning muhaqqaq ekanligini ifodalash uchun moziydan cho nimla muzaridan modi bilan ta'bir berdi deydi. Ma vaadana Rabbuna haqqa. Ama eğer ki may mevsul bunun da murat nime? Naim murat. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ulağa ehl cennetlikte yapılan nimetleri. İkinci madin pehal vecettum ma vaada rabbukum dikin madin ço khizyi vel azab vel havan ve sagar diyendik. Muazzinun. Feezzene muazzinun. Yani onuncu a'lene mu'linun. Demek de beynel farikayn. İki cemaat arasında bir cakaçı, bir ilan kılçı ilan kıldı. Ve beynehuma hicab diyenimizde bu hicab diyenimizde bu sur bu. Hicabdın sur. Onu Allah subhanahu wa ta'ala'nın paduribe beynehum bi suril lehu babun depme bir ayet bu. Demek bu nime sur maksat değil. Hmm. Hem de هؤلاء الذين أقسمتم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم biyada ma istifham tevbih için. Tevbih için. Yani qandaq minasa, qandaq olup sizlerning bu toplagan mal dunyolarga sizlarga payda qilmadi o. Yani bir yerde tevbih için istifham.
هؤلاء الذين أقسمتم. Bunu da mı tövbe için ki hemz istifham. Hoş. Bugün dersimizin devamı King saat oldu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.